Maqsadashlar, bugungi hikoyamiz qilgan ishi aqldan derak berdi. Burunning burunisida bir yosh yigit Ayshamxon ismli bir qizga uylanmoqchi bo'ldi. U bir kuni ertagan turib Ayshamxonning uyiga beribdi. Ayshamxon yigitni xushal qarshi olibdi. Yigit to'ridan o'rin ilib Fotiha o'qib bo'lgandan keyin Ayshamxon yigitning qo'liga suv berib, darhol oldiga dasturxon solibdi. Liganga 3 xil non, ostiga qatlama, o'ttirsiga arpanini, ustiga teriqni tizib, yigitni mazhaga taklif qilibdi. Yigit nonning tizilishiga qarab, qizning o'zini sinab boqmoqchi ekanligini bilibdi-da, munda xiyolga kelibdi. Men birdinla ligandagi nonlarning eng ostiga tizilgan qatlamini yesam, bakmi sat bo'lar. Ustidagi teriq nonni yesam, meni tozimi nafsi avorisi ekan deb ayiblashi turgan gap. Men dasturxonga qo'yilgan nonni ilib yeyishda tamsil qo'shoqqa qatib, Ayshamxonning mening aql farosatimni sinab ko'rmoqchi bo'lgan mushu sinoq o'tkilidan cho'qim o'tishim kerak. U intayin tamkinlik va adab bilan teriq nonni qo'lga ilib, "Teriq non, mag'zi qizil, xush chiroyli pishibdi. Ko'zgidan 9 oylik kechiksiz, oldirab to'pisiga chiqyapsiz" degan beytni o'qib, teriq nonni siz mayerda turib turing deb dasturxonning bir chetiga ilib qo'yibdi. Andin arpa nonni qo'lga ilib, oldi keyniga bir nazar silib, "Men degan o'g'illar haddidan oshmas. Siz xonimni men ko'rmaguncha qo'ynimas toshmas. Men o'zim bek so'qoqchan, arpa nonni yarashmas" degan qo'shiqni o'qib, "Sizmi mayerda turib turing" deb arpa nonnini dasturxonning bir chetiga ilib qo'yib, andin qatlama nonni huzurlanib yebdi. Yigitning aql parasti Ayshamxonni qoyil qildi. U yigitga mansub bo'lib, yigit bilan to'y qilishga ma'qul bo'ldi. Oxirida yigit bilan nikohlanibdi. Shunday qilib, bu ikkilan uylik, o'choqliq bo'lib, xushal-xuram yashapdi. Hikmat: har qanday kishining qilgan ishiga qarab, uning xarakteriga va aql parasatiga baho bergili bo'lmaydi. Xotan nahiya xalq cho'chaklari